Bizada yangi gullar sotuvga keldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshqa modellari ham bor. Sizlarga ma'qul bo'ladigan, sizlar ko'rib maza qiladigan zo'r gullarimiz kelgan. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketasizlar. Kanal profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilari kelyapti yana. Ularni ham sizlar uchun zo'r qilib beramiz, xudo xolasa. Narxlarni ham aytib ketamiz. Sizlarga aytgan mana ikki xil razmerimiz. Mana bu kattaroq razmeri, mana bunisi kichikroq razmer. Mana yonma-yon qo'yganinglarda farqini ko'rishingiz mumkin razmerini. Bular asosan mana 3 xil rangda kelgan. Oq hamilon, молочныйsi. Ikki xil oqi. Bittasi matvi, bittasi glansviy. Bunisini mana matvi desa bo'ladi. Sizlarga qaysi biri chiroyli ko'rinyapti? Matvi yoki glansviy? Kommentda yozib ketinglar. Keyingi aytib ketadiganim, qaysi razmer sizlar uchun foydalanishingiz qulay? Katta razmerdagimi yoki kichkina razmerdami? Shuni yozib ketsanglar zo'r bo'lardi. Butti gullarimizga kelsak, asosan katta razmerdiklari, lekin katta bo'lsa ham o'ziga yarasha chiroyli modellar kelgan. Bular pochkada 20 ta dona bo'ladi. Abu Sahiy do'konimizda faqat 20 ta pochkali sotamiz. Pochka